Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Bugungi darsimiz xudo xohlasa ya harfi. Demak, yozilishlariga e'tibor beramiz. Ya harfini ikkita nuqtali yoni uzi nuqtasi holatda keladi. Bir, b ikkita nuqta yeri. Bir, biz. Demak, bir degani, bir deyilgan, biz degani. Tir degani. Hop, tiz, t y z mana tiz. Biror ana ana b yoni ikkita nuqtasi biror. Tirar yani terar ma'nosida tirar. Boydur. Hop, ot, bot. Demak, ot tushunarli. Ot, bot, yot. Sal ozgina xira ekan skaneri. Tut, ana yut ma'noda. Uyot, ana uyat ma'nosida uyot. Tuzat, uyni, tuzat, uyni degani, ana uyni. Tuzatdi, uyni, tuzatdi. Birdini, unta anori bor. Birdini yani berdini, unta anori bor. Ot borib yotdi. Demak, berdini, unta anori bor. Ot borib yotdi. Demak, berdini, unta anori bor. Ot borib yotdi. Demak, shu bilan ya harfi tugadi.